Samarqand kundan kunga zamonaviy qiyofa kasb etayotgan ayni vaqtda shahar bilan chegaradosh mahallalarda ahvol achinarli holligicha qolmoqda. Biz kurstomizga yo'llangan murojaat yuzasidan Samarqand tumani Qumzor mahalla fuqarolar yig'ini Dashta ko'chasiga keldik. Aholining aytishicha, ular yillar davomida mana bu yozda chang, qishda loy bo'ladigan ko'chadan ozor chekishmoqda. Mahallamizda necha yildan beri sayyor qabullar o'tkaziladi. Sayyor qabulga bizlar mahalla nomidan chiqib, mana bu mavjud muammolarni ko'tarib chiqamiz. Qarib 4-5 yildan beri bo'lyapti. Mahallaga mavjud mana bu muammo yo'l birinchi o'rinda. Qish kunlari, bahor yomg'irda ko'chalar shunday suv to'lib ketadi, maktabga boradigan bolalar loy kechib boradi, suvga kechib boradi. Oxirgi paytlar majbur bo'ldik sizlarga murojaat qilishga. Bizlar mahalla ma'muriyati ham biladi. Xalq qabulxona ham sayyor qabul o'tkazgan. Bizlar murojaat bilan chiqqanmiz. Hokim noiblari kelgan, mutasaddi tashkilotlar, bizning mahallamiz 4-sektorga qarashli bo'lgani uchun sog'liqchilar ham kelib murojaatimizni o'rganib chiqqanlar. Bizlar murojaat muammolarni taqdim etganmizlar. Men oxirgi kelganlarda viloyat sog'liq boshqarmasining birinchi boshlig'i bizlar territoriyamizga mutasaddi bo'lganlari uchun aytdim u kishiga, aka bizlarda mutasaddilar o'zgarib boshqa ishga o'tib ketyapti, boshqa nimada, lekin bizning muammomiz shu mahallada qolib ketyapti. Iltimos yordam qilinglar. U kishi va'da beruvdi, shu amaliy yordam beramiz deb. Lekin mana aka 4-5 yildan beri shu e'tibor qilyapman, hech qanday nima yo'q. Mahalla tomonidan hashar yo'li bilan mana ko'chani asfaltga tayyorlash uchun bizlar shibyonka taxlagan edik. Mana yomg'irlarda qarang, ahvol shunday bo'ldi, yo'lib ketib, yana chang-pang bo'lib yotibdi. Mana hozirgi shamolgi vaziyatni ham o'zingiz ko'rib turibsiz, shunday holat. Maqsad shuki, iltimos faqat bizlar taklif, iltimos bilan chiqamiz, natija bo'lsin. Murojaatchilarning aytishicha, ularni kirmagan mas'uli, murojaat qilmagan tashkilot qolmagan, ammo muammoga yechim topilmagan. Bu ko'chamizga necha yilga endi azaldan shu xalq hashari bilan ko'chani shag'al qilib kelayotgandik. Boshqa tomonlar hamma yoq asfalt bo'lgandan keyin bizlar ham asfalt qilmoqchi edik. Hokimiyatdan qiladi deb shu yuribmiz shu chang to'palanga. Ha, chang bo'lmasin, loy bo'lmasin deb shag'alni o'zimiz sonimizdan taxlab olamiz. Ya'ni yomg'irli paytga mana shu ko'chamizdan katta suv keladi. Ha, bo'ron paytga yurib bo'lmaydi. Hozirga mana yozga chang to'palanga yashab bo'lmaydi. Bizlarning ko'chamiz qishga loy. Yomg'ir yog'sa ko'l, shunday daryo bo'ladi ana shu ko'chamiz. Ana bolalar maktabga loy bilan borib, loy bilan keladi uyga. Yig'ilgan aholining ta'kidlashicha, ularning ko'chasini boshida tabiiy gaz quvurlari tortilgan, ammo ulargacha yetib ham kelmagan ekan. Bizlarga oxirgi yilga 2008-yilga gaz bor edi. Undan beri gaz yo'q. Hozir bizlarga yaqinga bir 400 metr, 300 metr nariroqqa gaz bor, lekin bizlarga yo'q gaz. Sharoit sal og'irroq. Svet bilan foydalanamiz. Svet ham mana 200 kilovat bergan, 200 kilovat usbet qilmaydi. Duvaynoy narx beramiz, sharoit og'ir. Gaz ham mana 200 metr narida gaz bor, bizlarga gaz yo'q. Gazni shu turba bor, mana qarang, turba, hamma joyga turba bor, lekin gazi yo'q. Gaz uchun qiynalamiz qishga. O'tin olish kerak, nima ko'mir olish kerak. Bizlardan bir 200 metr nimada shahar chegarasi bilan tutash bo'lganligi uchun ularda tabiiy gaz kelgan. 4-5 yildan beri bizlar o'sha ikkinchi masala tabiiy gazni ham ko'tarib chiqyapmiz. Maqsad shuki, mana hozirgi 200 kilovatlik limit bizning mahallaga tabiiy gaz bo'lmaganligi uchun aholini imkoniyati ko'tarmayapti o'sha 200 kilovatlik svetga ortiqcha to'lashga. Majbur bo'lyapmiz. Masalan, bizlar haligi elektr jihozlaridan foydalanishga, ko'proq foydalanishga o'sha 200 kilovatdan oshib ketadi misol. Shuni ham inobatga olishlarini xohlardimki, tabiiy gaz bilan haligi nima deydi? Tabiiy gaz bor mahallalar ham masalan 200 kilovatlik nimadan foydalanibdi.
Bizda tabiiy gaz yo'q. Misol, gaz ballon olib keladi. Boshida mana bu qishli kunlari 70 kunlar oshib ketardi. Hozir issiq bo'lgani uchun hozir 45 kunlarga to'g'ri kelyapti, 50 kunlarga gaz ballonlar tarqatish. Shu asosiy vazifamiz, maqsadimiz shuki, bizni ko'chalarga ham e'tibor qilishlarini xohlardik. Xo'sh, mahalla raisi aholini qiynab kelayotgan muammolarni tuman rahbarlariga ma'lum qilganmikin? Tabiiy gaz keltirish masalasi hozir muammo. Biz bir necha marotaba chiqqanmiz. Lekin bu masalani ijobiy hal bo'lgan emas. Chunki bizlar shaharga yaqin, lekin o'sha shahar tomonidan ayrim aholisi gaz bilan ta'min qilgan emas. Ilgari gaz bor edi, keyinchalik bu yo'q, hozircha yo'q. Lekin taklif kiritganmiz. Mana 2-3 mahallalar birga Oblgazga ham o'zimizning fikrimizni bildirganmiz. Natija yo'q hozircha. Hozircha natija yo'q, lekin bo'lish kerak. Mutaxassislar tomonidan kelib o'rganib bir xulosaga kelar ular ham. Yil davomida qishda loydan, yozda changdan qiynalayotgan qumzorliklar dardini kimga aytsin? Bizlar oldingi yillar open byudjet qo'yganimizda 2000 ta ovoz yig'salaring natija bo'ladi. 2000 dan ham oshib ketdi. Lekin yuqoridagi nimalar boshqa mahallalar 4000 ta, 5000 ta ovoz yiqqani uchun ular g'olib bo'ldi. Bizlar yana qolib ketdi. Mana shu ko'chalarimiz chang, hamma joyni asfalt qilgan, shu yer qolyapti-da, shu yerni qilish kerak-da. Bolalarimiz detsatka boradi, maktabga boradi, loyda, chang yura olmaydi-da. Shuning uchun hamma joyni qilgan, shu bitta bizni ko'chamiz qolgan. Hurmatli, o'sha obodonlashtirish bilan avtodorojni kelib bizlardan nima olib ketuvdi-da, yozib beruvdi. Viloyat hokimiga kiritamiz, nasib bo'lsa, haliga ikkinchi kvartal bo'ladi-yu, qilib beramiz dedi. Ish qilib arizalarni bizlar yozib beruvdik, murojaatni viloyat hokimiga. O'sha obodonlashtirish xodimi edi, bittasi avtodorojnidan kelib xalq qabulxonaga murojaat qiluvdik. Bizlar keyin telefon qilib so'rab keldi. Bizlar ko'rsatuvdik ko'chalarning barchasini, suratlarini olib, hammasini arizamizga yopishtirib viloyat hokimi kiritamiz. Agar nimada tasdiqdan o'tsa, kuzgacha qilib beramiz deb va'da qilib ketuvdi. O'shanga ham 2 yildan oshdi. Natija yo'q. Open byudjet mening yo'lim dasturi orqali asbob bo'ladi. Unga ham hokimiyat aralashuvi yo'q. Mahalladan taklif beriladi. Mahalla keyin ovoz yig'ish yo'li bilan shuni oxiriga yetib ball to'plab 1 kilometrmi, 2 kilometrmi bitta mahallani qo'yadi, bitta mahalla abdini o'zinikini qo'yadi. Shu bilan asbob qiladi. Hozir dastur degan narsa o'zi mavjud emas. Faqat yamishliga dastur bor. Shu ham shu yil 25-yil dastur nima bo'ldi, tasdiqlandi. Shunga yamishliga yordam berishimiz mumkin, lekin splashnoyga hozir obodonchilik, hokimlik, отдельно splashnoyga hozir mana ariza bo'yicha 1 kilometr asfalt so'ralgan. Agar yana qo'shimcha dasturlar kelib qolsa, taklif beramiz. Biz bundan oldin ham hozir 1,5 kilometr Qumzorga taklif bergan. Bu ham bor. Tumanda tasdiqlangan u. Hozir pul yo'qligi uchun boshqa tomondan dastur bo'lib qolyapti, hali bu yerga o'tgani yo'q. Shu atrofdagi ko'chalar shu dastur asosida qilindi, lekin bizning ko'chamiz qolib ketdi deyapti aholi. To'pa-to'g'ri, u atrofdagi mahallalar bo'lgani ham bu yil emas. 25-24-yillar dastur yo'q, 23ga ham dastur. Oxiri Samarqand tumani, Samarqand viloyatiga shos paytida 22-yilda dastur bo'lgan. 23, 24, 25, 3-yilgacha dastur yo'q. Dastur ham o'z xabaringiz bor. Hammasi 23-yilning qarori bo'yicha open byudjet mening yo'lim bilan. Mana hozir avgust oyiga ham yana mening yo'lim qo'lga nima bo'ladi? Ishga tushadi. Shunga ham ovoz to'plash yo'li bilan. Bitta fevralda, bitta avgustda. Boshqa bizda imkoniyat yo'q. Agar bo'lib qolsa, dasturlar kelib qolsa, dastur shakllantirsa, biz taklif berganmiz. Yana taklif beramiz.
Bizni hayron qoldirgan jihati dasturlar, topshiriqlar asosida ko'plab ko'chalar asfalt qilinibdi-yu, ammo mahallaning eng ahvoli og'ir 1 kilometr masofasi barcha mas'ullarning e'tiborida chetda qolgan ekan. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, tumandagi, viloyatdagi mas'ullar joyiga borib, qumzorliklarning dardini yaqindan o'rganib, qanday bo'lmasa ham yechim topishar. Bu mavzuga yana qaytamiz. O'z Murojaat TV, Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.